Dori ichsangiz ham qon bosimingiz tushmayaptimi? Sababi siz o'ylagandan boshqacha bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, men kardiolog sifatida bugun juda ko'p uchraydigan muammo haqida gapirmoqchiman. Ko'plab bemorlar shunday deyishadi. Doktor, dori ichyapman, lekin baribir qon bosimim 170-180 bo'lib turibdi. Bu holatni oddiy deb qabul qilish mumkin emas. Chunki nazorat qilinmaydigan yuqori qon bosimi infarkt, insult, yurak yetishmovchiligi va buyrak shikastlanishi kabi kasalliklar xavfini oshiradi. Keling, buning eng ko'p uchraydigan sabablarini ko'rib chiqamiz. Birinchi sabab dorini muntazam ichmaslik. Ba'zi odamlar bosim ko'tarilgandagina dori ichadi. Aslida esa ko'pchilik qon bosimi dorilari har kuni shifokor belgilagan tartibda qabul qilish kerak. Ikkinchi sabab tuzni ortiqcha iste'mol qilish. Ko'pchilik men ovqatga tuz qo'shmayman deydi. Lekin non, kolbasa, konserva, tuzlangan mahsulotlar va tayyor taomlarda ham ko'plab miqdorda tuz bo'ladi. Uchinchi sabab ortiqcha vazn. Ortiqcha vazn yurakka qo'shimcha yuklama beradi. Hatto tana vaznining 5-10% ga kamayishi ham qon bosimining pasayishiga yordam berishi mumkin. To'rtinchi sabab harakatsiz hayot. Har kuni kamida 30 daqiqa piyoda yurish yurak qon tomir salomatligini ijobiy tarafga o'zgartiradi. Beshinchi sabab stress va uyqusizlik. Doimiy stress va yetarli uxlamaslik qon bosimining nazoratdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Keyingisi bosimni noto'g'ri o'lchash. Ba'zan muammo dorida emas, balki noto'g'ri o'lchash usulida bo'ladi. O'lchashdan oldin 5 daqiqa tinch o'tirish, mos manjetidan foydalanish va ketma-ket bir necha marta o'lchab, o'rtacha natijani olish tavsiya etiladi. Yettinchi sabab boshqa kasalliklar. Ba'zi hollarda buyrak kasalliklari, qalqonsimon bez muammolari yoki boshqa omillar ham qon bosimini yuqori ushlab turishi mumkin. Masalan, asab kasalliklari yoki nevroz. Bunday holatda ichilgan qon bosimini tushiruvchi dori vositalari yaxshi ta'sir qilmaydi. Sababi odam asabiylashganda yana qon bosimi ko'tarilib ketaveradi. Shu sabab bunday bemorlarni davolashda qon bosimi bilan birgalikda asab kasalliklarini ham qo'shib davolash zarur. Aks holda bemor holati yaxshilanmaydi. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Agar siz dori ichayotgan bo'lsangiz va bosimingiz muntazam yuqori bo'lsa, davolash rejangizni qayta ko'rib chiqish zarur. Dorini o'zboshimchalik bilan o'zgartirmang yoki to'xtatmang. Yodingizda bo'lsin, yuqori qon bosimi ko'pincha og'riq bermaydi, ammo qon tomirlariga, ko'zlarga, yurakka va bosh miyaga sekin-asta zarar yetkazadi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va sog'lig'ingiz vaqtida tekshirtirishni unutmang.